Ketdik. Motor. Nasıl ketdik? Ahmoq kelin ijodkorlarga omad. Nima deb bo'ladi? Xalq suyib mana shunaqa tomosha qilyapti. Undan ham yaxshiroq bo'lsin va undan ham muxlislar. Faqat omad tilab qolamiz. Assalomu alaykum. Qulamadingizmi deyverasiz ama? Ben sizga aytdim, kecha Instagramda qulay dedim. Ben kecha Instagramda aytdim, qarasam onlayn turganga 23 minut soat qulay desam qulamadi. Mana o'shani hisobiga kecha olib ketishdi. Mayli, Sevara birinchi keldi. Kino haqida nimadir gapirib Kino. O'zi gapira olmayman. Rolga kirgandan keyin. Hadi. Stop. Bu yerda Nargiz va mashinalar o'rgangan qizillik ko'rish kerak. Nargiz. Qizil chiroq bor. Bu yerda bu yoqqa kirib ketishga oralik bilaman. Ahmoq kelin omad tilab qolamiz serialga. Barcha ijodkorlarga, mehnat qilayotganlarga omad tilaymiz. Barchaga tavsiya qilamiz. Ahmoq kelin ko'ringlar, maza qilinglar. Qiyalarga to'la so'zlab beray ozmoz bir yo'la. Aslida erkak to'y qizcha edim. Choy ham qiyolmas eplab piyola. Yangi oilam birama joyi. O'zim bilan ajoyib g'arayib. Bekor bo'lib voy ancha muncha voy ishlar o'rganib oldim ulg'ayib. Voy juda shohman, beg'uborman. Yomonligim yo'q, beozorman. Ahmoq kelanchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Juda shohman, beg'uborman. Yomonligim har doim esimizdan chiqib qoladi, bor. Yo'lda bekorchi bo'lsangiz, band olib, bunaqa chiqmalaring. Oling, o'chirmasdan endi. Rostdan hali o'yimiz kerak. Bu kostyumadan men seriallarda chiqyapti, telenovelalarda chiqyapti. Kasbning talab zo'r, bu bola oldin aytib qo'ylaring lekin. Bunaqa ish qilmalaring. Viktor nima yeyapsizlar sizlar? Odamlar aytishga zo'r to'yda o'tirib mazza qilib bo'lgan ekan. Dedim. Hammalarga omad tilaymiz. Ko'ringlar. Yangi qahramonlar. juda shohman, beg'uborman. Yomonligim yo'q, beozorman. Ahmoq kelanchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Kalon tarach bo'ldimi? Yo'q. Nargizlar kecha so'rayap mıydı? Baqirma. Ahmoq kelanchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Juda shohman, beg'uborman. Yomonligim yo'q, beozorman. Ahmoq kelanchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Juda shohman, beg'uborman. Zanjirlaymiz. Mayli qizlar. Biz ketdik ishga. Demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Lotin aka kim keldi? Ha? Kim keldi Lotin aka? Bu Shuhrat akam. Assalomu alaykum. Shuhrat akam shu Ahmoq kelinni ana geroy bilan geroinasini almashtirgan Olodinning jini shu bo'ladi mana. Muxlislarga tilaylarmiz. Muxlislarga tilaylarmiz.
Hammaga omad. Yangi yil nima deydi? Navro'z bayrami hammangizga muborak bo'lsin. Xonadoningizga fayz baraka, tinchlik, xotirjamlik, omadinglarni ber. Nimaga qilmadi? Kontaktandagi ne kirib oldi? Sig'masang ham deb qo'y. Hammangizga omad. Yaxshi ko'ramiz hammalarni. Barchaga bayram muborak bo'lsin. Paxmoq kelin haqida ozgina Paxmoq kelin haqida Paxmoq kelin zo'r kayfiyat. Qisqa va lo'nda, kulgili, odamlarga yoqadi. Asosiysi odamlarni kayfiyatini ko'taradi. Tomosha qilinglar maza. Hozir bu oxirida kirdi-ku. Shularni kutishni olaylik. Muhabbat bilan kutayotganlarimi? Nargizani kutishni olaylik ya. Sonra kadar O'g'il turdi dedi. Abdulloh qaraysiz, boshlarni saqlamiz, olib kelin. Boshni ham deysiz. Boshni keltirib siz bo'ldi. Operator ol. Qo'ch mana bu. Sizlar bor. Mana ish jarayoni. Navrozga o'zimiz ish qiladigan. 2 qatlarga mumkinmi? Bo'lishi mumkin emas. Xulosa. Turishdi. Osiyavara yo'q hozir. Mana hozir biz Paxmoq kelin serialining 3-fasli oxirgi final sahnasini suratga olyapmiz. Ertalab 9dan kelganmiz. Bayram bo'lishiga qaramasdan ishlayapmiz. To'g'risi, oxirgi paytlarda juda ham ko'p o'zbek seriallari bor, lekin ular orasida komediya janrida ishlanganlar ko'p emas. Shuning uchun menimcha tomoshabinlar qalbidan yaxshi joy oldi. Iliq fikrlarni juda ham ko'p eshitamiz va barcha ijodkorlarga rahmat aytaman. Hammaga omad tilayman. Paxmoq kelin serialini 3-faslini ham yetib kelamiz. 3-faslni ham tugatamiz Alloh xohlasa. Men o'ylaymanki, muxlislarimizga bu 3-fasli ham yoqadi degan umiddamiz, chunki bu serialda nima deydi, aktyorlar ansambli juda chiroyli yig'ilgan. Ustoz san'atkorlar bilan birgalikda yosh iqtidorli ijodkorlar ham ijod qilishyapti. Qolaversa, mana bayram sonini olamiz. Bu bayram kunida bayram sonini olamiz. Uni o'zingiz ko'rasizlar. Kulinglar. Chet zo'ridan senchi. Çünkü bu sefer benden geç gelişti. Bakayım sayayım hadi. Ayol. Fikr bildiring. Tamam. Hamma aytib turgan. Turmushga chiqarib olgin dedi. Yerga berib olgin dedi. Bittasini Dubayga jo'natdi. Qarang, sizcha yo'q qilib bergin dedi. Siz yo'q qilib bergin dedi. Bular kim desa, bu siz yoshligingiz. Buchi desa, bu ham siz yoshligingiz. Zo'riddin akami? Zo'riddin aka. Bu ham siz yoshligingiz desa, bo'pti, mayli bo'lar ish bo'pti. O'z holiga qaytar deydi. To'g'rimi degan. Bitta aybim bor deysiz. Men faqat yoshartiradiganman deysiz. Bitta joydan bilan keldik. Bitta joydan bilan keldik. Men faqat yoshartiradiganman. Hamma quvvati shu bilan. 3-fasl tugadi. Uni iloji yo'q deydi. Hammaga anaqa. Nimaga iloji yo'q? Qo'lingdan kelgan narsa shu bo'lib qo'ydi. Hamma ikkita qizingiz tug'di, turmushga chiqqan. Kelinlar tug'di. Hozir bayram bu narsani bo'lib turadi, qo'shnilar keladi. Bo'lib turadi. Ajinsiz keldi, shuning uchun bayram bo'lib turibdi.
Shuhratga yugurib kelyapti. Siz ketyapsiz orqasiga. Hozir men seni o'ldiraman. Tez yuguryapsiz bor, Mamutdan tez olamizda. Tez vazirapon asabiylashib kelyaptilar-da. Shuni to'xtamurtagan oldiga o'tdi, shuni yashim oldi-da. Aka deyapsiz mana. To'xtamurtaga tushunmayapti. Tushunmayapsiz. Siz mana boshqartirib qo'ydi, siz ham boshqartirib qo'ydi, tushunmayapsiz-da. Keyin nima bo'ldi dedi. Hammasiga shu aybdor. Mana bunday tushganda. Meni orqamga o'tma. Oldimga o't. Oldin rahmat. Manimda ham uchburchak bunday qop-qora hamma. Bo'lmasa nulik. Hammasi sayamdorsan. Hammani hayotini alaqachar qilishing. Nimaga? Ha, Shuhrat akaga. Shuhrat akaga keyin mana qilib gapirsin. Orqa Yaxshi kayfiyatda o'ynang. Mashinalarni aylanib o'ynang. Xo'p, qani Zuhriddin ham gap. Assalomu alaykum. Biz Paxmoq kelin 3-mavsumida Zuhriddin aka bilan birgalikda er-xotin rolini o'ynadik va mana estafetani yana o'z egalariga topshiryapmiz. Ustozlarimizga Lochinbekka uzoq umr tilayman. Juda ham bir qilayotgan mana shu seriallari unumli va barokatli bo'lsin va xalqimiz sevib tomosha qilsin. Men sizlarga albatta mana shu Paxmoq kelinni 1, 2, 3 va 4, 5 ketma-ketligini ko'rishinglarni iltimos qilib qolaman. Vazira Yunus. Ularni yoshartirib bersam ham aybdorman men. Biz yoshardik va o'z holimizga qaytdik. Oldin qolganini o'sha yosh katta variantimiz. Kim edi-ku, kim bo'ldik? Bo'ldi, xo'p, olamiz, bo'pti. O'sha yo'ldosh aka shu Kino haqida taassurotlaringiz. Taassurotim yo'q. Tugadi. Kutyapman obeddan beri. Mana hozir balga chiqargan. Obed kutdim ko'proq. Kinoni mana yechish kerak. Yaxshi ovozmish? Yo'q. Qaysi? Yo'q. Spesifikli. Noxtur. Bu Husan aka, Paxmoq kelin eng pozitiv aktyorlardan. Nima obraz o'zi qilib beradi? Qaytish, cho'chish, uyalish shu, yorib yuboradi. To'g'rimi? Albatta. Gapiring Paxmoq kelin haqida. Paxmoq kelin seriallar sahnalashtiruvchilariga, rahbarlariga, hammalariga avval tashakkur. Paxmoq kelin zo'r bo'ladi. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Mana nevaralagan bo'ldi. Farzandlar bor bo'lsin. Rahmat, rahmat. Baxt tilaymiz. Paxmoq kelin serialini eng anaqa Quloq qoldilar kuyov bo'laman. Ikkita chaqaloqga boshlarini qo'yib, oyog'ingga boshini qo'yib Siz ketishganmiz. Boshqa gapiring Zohirullo aka. bizani chizib ketishgan. Nima qilaverar ekan dedi. Kamida ustimizda. Ana Paxmoq kelinni 3-faslni tamomlaymiz, xudo xolasa. Ana farzandiga ham bo'ldik. 1-faslda uylanaman deb yugurib yurdim. 2-faslda uylab qo'yishdi, 3-faslda ham farzandli bo'laman deb mana. Bir emas, 2ta farzand. Ijod qiling, tushib ketib qolmasin bola ehtiyot qilish kerak a? Albatta, ehtiyot qilish kerak bola bu. Bu ketmas. Sekinroq aka. Xudo xolasa o'ziga keladi. Bizni kuzatishda davom etadi. Rahmat. bor bo'lsin. Agar oling bittasi. Kerim? Ha, bittasi bilaniki asli. Alla qaytay. Jonim, bolam, o'zimi do'ppikizni bir qilib olamiz. Soch o'rsami? Soch. Yo'q, siz kallasi bu tomonda akasi, adash bu tomonda ko'ryapti. Hayotim voqealarga to'la, so'zlab beray ozmoz bir yo'la. Aslida erkatoy qizcha edim, choy ham quyolmas deb piyolam. Yangi oilam birama joyi, o'zim bilan joyi bu g'aroyib. Beka bo'lib voy ancha muncha voy, ishlar o'rganib oldim ulg'ayib. Juda shohman, beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Bo'ladi. Kelanchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Juda shohman, beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman.
qani ko'rsangiz kulaveradi. Sizni ko'rsam faqat odam kuladi-da. Charchamayapsizlar? Bola ko'rsatyapsiz. Oybek. Aka bilaman Charchamayapsizlar? Kim urdi bilasizlar sizni? Mana shu ba'zi kattalarimiz. Assalomu alaykum. Anqaytirib qo'yadilar o'zlariga. Siz urdingizmi? Nima? Jin. Charchamaylar, baxtli bo'ling. Charchamayapsizlarmi o'zinglar ishqilib? 35 yildan beri nur bor, hech kim bilmaydi. Nuringizni qarang, qizarib qopti. Nuringiz qizarib qopti. Mayli. Seni shu ahvolda bir ko'rsin. Obedlar haqida Gapiring. kelmasligi. Mana shu hozir endi yana biz aybdorman. Hozir yana ketyapti. Xudoga shukr, shundan xursandman. Babilochilik o'zimizga yana chiqdi. Sevara Durdoni o'ynab bermasaydi bo'lmayapti. Вот, shu uchun Xudo xolasa ko'ringlar shu safar. Inshaalloh zo'r bo'ladi. Salomimiz ham serialda. Serialda. Hozir Oybek Nigora keladi. Ko'ringlar xullas. Qolgani misol uchun obedlarni ham ichish kerakmi? Hammasini ichish kerak. 2 soat kutishimizni, keyin obed kelmasligi. Bir kun bo'lib boradi. Juma obed yemadim lekin. O'z obeddan keyin keldim. Ye, Xudo xolasa kutinglar. O'ylaymiz zo'r chiqadi. Mana yangi obrazlar, yangi odamlar, boshqa qiyofada. Xullas zo'r bo'ladi. O'zdan-o'zi almashib qoldi, biz bilmay qolamiz. Bu kim? Sen qaynisi-singillar, bu boshqa edi-ku deymiz. Mayli deymiz. Hammasiga yana xullas hammasi bir xil. Xullas bo'lsa almashib qolsa, da. qolgan almashsa. Ko'ringlar. Ko'ringlar.